Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Uzr, bugun men sal kech qoldim. Har doim pre-market vaqtida haftalik tahlil chiqarardim. Sababi notebookim bilan bog'liq muammolar bo'lib qoldi. Через iCloud bilan bog'liq muammolar, shuning uchun notebookimga sbros berib, nimadirlar qilib, mana hozir tayyor bo'lib boshlayapman. Xo'p, xudo xohlasa bu haftada bizda juda ham take profitlar ko'p, take profitlarga boy hafta bo'ldi. Bizni momentum strategiyamiz va earning strategiyalarimiz juda ham zo'r ishlab berdi. Hammasi haqida podrobniy gaplashamiz. Undan avval hozirgi aktualniy savdolar bo'yicha gaplashamiz. Bizda Minisio aksiyasi bor. Minisio aksiyasiga biz savdoga kirganmiz va 22.50 dollar take profitimiz hali ham turibdi. Hozir men pattern yasayapman. Mana bunaqangi vaziyat bo'ladi deb o'ylayman bu yerda. Chiqib olib keyin ketish ehtimoli bor deb o'ylayman. Yana ko'ramiz. Vaziyatga qaraymiz. Hop, bundagi pozitsiya paka shu, ushlab turibman. SMCI da shu bilasizlar, tagidan ushlab olganmiz. 42.08 dan ushlaganmiz. Bu yoq 60 dollargacha kutyapmiz. Faqat orada bitta atkat berib olish ehtimoli bor. Men ancha pozitsiyamni kamaytirib qo'yganman SMCI da. Buni ushlab turibman. Yesi yana tushib oladigan bo'lsa, yana qo'shib olish ehtimolim bor SMCI ga. Hop, NIO bu bo'yicha ham biz bu hafta savdoga kirdik. 3.40 dollardan. Take profitimiz 4.10 dollargacha o'rtacha. TTD bunga kecha savdoga kirgandim men. Men bu pastga tushgan momentida buni men sizlarga ko'rsataman. Mana TTDga kecha savdoga kirgandim. Mana savdoni ma'lum bir qismini yopdim. 1.5 dollarga olgandim. 66.13 dan olingan. Mana SMCI savdo ham turibdi. Pozitsiya qisqartirilgan. Bu ham 1.5 dollarga olingan, sotilgan, oxiri 400 dollarga qolgan. Shu 400 dollarga qolgani ham 68 dollar foyda turibdi. Shunaqa. S&P bu bo'yicha men shu fikrlarimni aytib o'tgandim. Men o'zi gruppamizga, Trading Clubga. Har bunga Telegram ochilgani yo'q, shuning uchun hozirgi Trading Club ko'rsata olmayman. Men buni yorib o'tishdan avval bitta tushib olish ehtimoli bor degandim, lekin tushmadi. Men bu zonani kutayotganim tushishi uchun endi bu yog'iga ketdik. 6300 atrofigacha o'rtacha borish ehtimoli bor. Mana shu zonalarni kutib qolamiz bundan. Bitcoin ham men bu zonani yorib o'tgandan keyin men bu zonani kutsak bo'ladi. Paka ungacha sabrdamiz. Ximis bizda zo'r profit bo'ldi. Ximisni men bu tushib ketishidan olgandik. Bu tushib ketishiga sabab Ximisda Novodor Disk degan kompaniya bilan hamkorlik qilgandi. Shuni hisobiga bu vaqtda men bu o'sishga erishganda, mana shu katta o'sishga bu bilan shartnoma atmen bo'lgandan keyin tushish bo'ldi 35% ga yaqin. Va biz buni nechidan olgandik? Hop. 43 atrofidan olgandik. Ximis olish. Ximis sochagan Ximis olish tagidan bunda hozir ko'ramiz. 45 dan ham yig'ilish. 45 dan ham yig'ilgan ekan. Короче, o'rtacha 43 dollar atrofidan sredinchek bo'lganmanda bu Ximisda. 43 dollardan hisoblagan taqdirimizda ham. Nashdan hisoblagan taqdirimizda ham bunda profit dodasi 15%. 50 dollar take profit bor edi. Men 56 dollargacha chiqish ehtimoli ham bor edi bunda bizda. Mayli, men lekin hozir men ko'rib turibsizlar, pozitsiyamni yopib yuborganman. Kecha. Mayli rizq. Hop, undan keyin CDG ham bizning haftamizdagi zo'r profit bo'ldi. Buni 30% dan oshiq profit bo'ldi. Buni men ulashdim. Jami berib 50% gacha o'sish ham bo'lgan bu yerda aslida. Lekin biz 30% atrofida olganmiz.
Agili bo'yicha, Agili ham oxiri ham yurib berdi. Kirish narxi 2.11 edi. Bunda 2.30 gacha chiqib berdi. Bu penny stock bo'yicha ham men signal berganman gruppaga. Paka kutamiz. Stop loss zonaga yaqinlashib olmasdan ketdi lekin. CL bo'yicha men juda tavsiya berganman. $100 atrofigacha chiqish ehtimolligi bilan. Men buni yorib o'tadi, keyin ketadi. Lekin men bitlarda bitta take profit olish ehtimoli bor. Ya'ni mana bir zirkani yopib turib, keyin o'tib olgandan keyin yana qo'shsa bo'ladi deb o'ylayman. Apple bo'yicha hali ham shu fikrdamiz, yuqoriga chiqish fikrida. Aka shu holatda qolib turamiz. Home, Exxon Mobil bo'yicha signal berilgan. $120 target bilan. $120 zonani kutyapmiz. Bunga ham Trading Clubda signal berilgan. Xo'p, Nike da hisobotlar chiqdi. Men belgilab qo'ygan zonalarga chiqib berdi Nike. Lekin realni ochiq aytaman, men signal ham bermagandim bunga, olmagandim ham. Xo'p, Micron Technology. Bu hisobotlardan keyin unchalik katta o'sish bermadi. Desk hali ham shu fikrdamiz. 124 ga chiqish ehtimoli bilan. Biz ham bu zonada 102 da signal berganmiz. Undan keyin ko'tarildi, sotmadik. Tushdi. Qo'shganlar qo'shib oldi. Hali asosiy pozitsiyalar yopilmadi. Menda yo'q hozir. Chunki ko'rdinglar savdolarimni. LA kompaniyasi bo'yicha men bitta signal ketgan, 2 gacha. Apok zo'r otib berdi. Earningsdan keyin 25% gacha pre-marketda bu pirsa turgandi. Lekin biz bunda pozitsiyada emasdik. Proverka uchun onlayn kurs yozyapman bilasizlar. Onlayn kurs yozayotgan jarayonda men bu kichkina time frame'da savdoga kirish ko'rsatgandim. Bu aktual hozir teparoq chiqarib qo'yaman. Teslada qiziq vaziyat. Orada men bu robot taksini chiqargandan keyin o'sib berdi 10%, undan keyin yana tushib berdi. Aka qiziqsa bo'ladigan vaziyat deb o'ylayman. Lulu biz chiqib ketganmiz bundan. Taqdirga tan berib minusda yopilgan. $380 minus bilan yopdim Lulu'ni. Lekin o'sish ehtimoli bor, lekin ko'nglim sovib qoldi bu aksiyadan. Nvidia tushish ehtimoli bor deb o'ylagandim, tushmasdan ketyapti. Mayli. Kapitalizatsiya bo'yicha eng top, ya'ni nomer 1 ga chiqdi bu. Aslida zonani yorib o'tsa keyin ketadi deb aytgandim sizlarga. Agar esingizda bo'lsa, zonani yordi, tepaga qarab ketyapti. $870 endi bu yog'i, balki yo'q qachon. Hozircha endi qiziqish yo'q bunga, chunki uchib bo'lgan aksiyaga hech qachon qiziqmayman. Men strategiyamga to'g'ri kelmaydi. AMD belgilagan zonaga chiqib berdi, lekin savdoda emasman. Signal ham bermaganman AMDga. MDB bo'yicha mana shu zonadan bay olish haqida aytilgan edi, lekin savdoga kirmaganmiz, afsus. Zona kutilayotgandi, hali ham kutilish holatida. Lekin savdoga ham kirmaganman, signal ham bermaganman bunga. BIB mana shu zonadan bay etilgandi haftalik tahlilda, lekin asobini signal bermagan Trading Clubda. Nuvei aksiyasi bo'yicha Nuvei tushda davom etyapti. Mayli, qachondir to'xtashga kelar bu ham. Shunda qiziqsa bo'ladi. Twillo ham borib o'tgandan keyin nimadir qilsa bo'ladi, lekin hozir menda interes emas bu. PDD yorib mana bu take profitga borib berdi. Lekin bu ham o'sha aktualligini yo'qotgan. Shunaqa do'stlar, portfelda shunaqa yangiliklar albatta. Voy, ximiz. Zo'r. Ximiz. Sotmaganimda deb. Ya sotib bo'lganman, his qilmayman. 16% dribble. Mayli, baribir minus yopmadim. Foyda yopdim. Shunisi ham yaxshi.
Shunday do'stlar, bu haftalik tahlil endi sal uzunroq bo'lib o'tdi, chunki mani hali preklajeniyalarni o'rnatib bo'lganim yo'q. Kamiga iCloud'im App Store'im ishlamayapti. Notebookimga sbros berdim. Mana shunaqangi muammolar bor. Shuning uchun ham men shu ilojini qilib yozyapman. Hozir brauzer bilan ishlayapman kamiga. Ko'p holatda men preklajeniyalarni o'rnatganim yo'q. Endi shunaqa qilib eplab turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi haftalik tahlillarda ko'rishguncha sizlar bilan